Yaxshi erkakni ayoli hech qachon yomon bo'lmagan. Yaxshi erkakdan hech qachon ayol ketmagan, hech qachon tashlab ketmagan. Hatto xiyonat qiladigan erkakni ham ayol kishi hech qachon tashlab ketmaydi. U uchun kurashadi, xiyonatini bir shaklda kechiradi, o'ziga 100 turli bahonalar topib, yoki bo'lmasam eri tushuntirganda mayli endi shunaqa men aybdorman deb shu oilani saqlab qolish uchun ayol kishi qoladi. Faqatgina xasis erkakdan ayol kishi qochadi. Xasis deganda qaysi ma'noda? Mehr berishda xasis, marhamat ko'rsatishda xasis, ayolini maqtamaydigan erkak xasis, moddiy tarafdan ta'minotini qilmaydigan, nafaqasini bermaydigan erkaklardan ayollar qochadi. Chunki ayol kishi faqatgina o'sha eri tarafdan oladigan muhabbat bilan go'zallashar ekan, o'sha eri tarafdan oladigan mehr bilan hayotiga yashagisi kelar ekan, umid bilan.